Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Sizlar bilan qisqa 10 daqiqa ichida foydali ma'lumot yetkazib berishga harakat qilamiz. Xo'p, biz Detski mebellarning ichiga kelganmiz. Ustakamiz bilan qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat. Manejlarimiz haqida ma'lumot berib o'tsangiz aka. Razmerlari. Manejlarimiz 92 metr. Sasnada 2 bo'linadi, g'aladon tortmalari bor. 100% turumchamayli ishlar. Endi xohlasa bu svetida. Ha. Xohlasa mana mebelning svetida ham bor. Mebelning svetida. Oqa desa oqa ham bor. Aytgan rangida qilib bera olamiz. Aytgan rangida qilib bera olamiz. To'shagi ichida. Ha, ampli ichida. Yaxshi. Xo'p. Yog'ochimiz Sasna 100%. Sasna 100%. Juda zo'r. Bunisi ham demak, alohida qilib ham ishlatsa bo'ladi. Ishlatsa bo'laveradi. Oyog'ini yetsa alohida bo'ladi. Alohida bo'ladi. Juda zo'r. Oyog'ini yetsa alohida bo'ladi. Taylari tortmalari ham bor. Tayda tortmalari bor. Xo'p. Bu beshigimiz juda noodatiy ekan. Bularimiz qanchadan bo'lyapti? Bularimiz 1 million so'm. 1 million so'm. Spanlidan tushmagan holatda ham. Tushmagan holatda ishlata oladi. Yengillik. Qulaylik nisbatidan. Bunga qo'shib beradigan narsalarimiz bormi? Bor. Yopiqchilarimiz bor mana. Tanlanaveradi. Yopiqchilarimiz, to'shaklarimiz ha, qo'shib beriladi. Dastavkamiz? Dastavka bor, Andijon bo'ylab dastavkamiz bor. Andijon bo'ylab dastavka. Kelish bo'lsa, optimligini qiladi. Ham dastavka qilib bera olamiz. Kelishilgan foydalanish uchun. Yaxshi. Foydalanadiganlarga ham. Juda ham zo'r. Bunimiz yog'inboshlari MDFdan. MDFdan. 100% MDFdan desak, iligini qo'yib, mana yog'och. Bu yog'och. Ha. Bu yog'i MDF. Tol yog'och, ha. Juda zo'r. Bu yog'i MDF fonli. Gullarni ishlab chiqarib beribdi. Xo'p, buni ham xohlagan rangida chiqarib bera olamiz. Ha, xohlagan rangida chiqarib bera olamiz. Juda zo'r. Lekin yoqdi. Xo'p, shkaflarimiz-chi? Shkaflarimiz 700 ming so'mdan ashinisi. 3 qanotligi. 700 ming so'mdan. Aha. Bu kelishsa bo'ladi. Yana buni ham xohlagan rasvetkalari bor. Bor. Bu gullarni o'zgartirsa ham bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. O'zgartirib bera olamiz, aytgan anaqasida. Juda zo'r. Ha, bunaqa kichkina beshiklarimizdan ham bor ekan. Komplektida to'shagi, ustiga yopiqichi bor ekan. Zo'r. Jija bo'lsa bo'ldi. Ha. Chaqaloq bo'lsa bo'ldi. Chaqaloq bo'lsa bo'ldi. Juda zo'r. Ularimiz-chi? Ularimiz mana 650 ming so'm, 550 ming so'm. 550 ming so'm. Buni ham ichida to'shagi bo'ladi. Bo'ladi, mana shu mashinaga yopiqichi bo'ladi. Bor. Bor. Pashaxonasi bor mana shunga. Razmerlari? Bularimiz 120. 120. 120 ga 60. MDFdan bo'lgan. MDFdan. Zo'r. Kimgadir kichikroq, kimgadir kattaroq. Farqi tagidagi tortmasida. Ha, buni bez tortma u. Ha. Bu tortmali. Tortmasi yo'q ekan, buni sayda tortmasi bor ekan. Xo'p, ko'zim tushgan narsa aka. Bu nima? Yig'ma beshik u. Yig'ma beshik. Ha. Ha. Shunday yig'ilaveradi, taxlanaveradigan beshik. Ha. Bolamiz katta bo'lgandan keyin bemalol yig'ib, taxlab olib qo'ysa bo'laveradi. Bir safarga ketmoqchi bo'lsa ham olib ketsa bo'laveradi. Chet ellarga olib ketsa bo'laveradi. Bunimiz narxi qancha? Unimizniki 1 million 100 ming so'm. 1 million 100 ming so'm. Komplet qiladi bu. Ha. Sasna 100%. Zo'r. İşte ularni xohlagan rangingizda qilib chiqarib bera olamiz. Ha, zakazga qarab qilib bera olamiz. Xo'p. Bu yoqda stolchilarimiz bor ekan. Ovqatlanishlari uchun, dars qilishlari uchun. Endi dars qilmaydi-yu, endi o'ynash uchun. Kimgadir oyog'ida roligi borlari ham. Bu baloni bor. Bu bez balon. Bunisi qancha, unisi qancha? Bunisi 100 ming so'm, bunisi 80 ming so'm. 80 ming so'm. Farqi oyog'ida. Qolgan hamma yo'g'i bir xil. Qolgan hamma yo'g'i bir xil. Buni ham xohlagan rangida bor. Bor. Aytgan rangida qilib bera olamiz. Zo'r. Yog'ochi MDF. Machalkalari-chi? Machalkalari ham bor. Ha. Ikkilik qo'yilgan. Juda zo'r. Bunimiz kitob qo'yadigan. Kitob qo'yadigan. Bunday qilib aylantirib, sizdan ham ko'payib ketdi. Imkoni bo'lsa. ko'rsa, ha. Tayda tortmasi bor ekan. Tortmasi bor. Yaxshi. Bu nimadan? Laminatdanmi? Ha, laminat bu. Laminatdan MDFdan qilib bera olasiz. Qilib bera olamiz. Xohlagan rangida qilib bera olasiz. Bunimiz nechi bu? Bunimiz 300 ming so'm kami bor. 300 ming so'm kami bor. Dastavkasi shahar ichi. Bor. Besplatniy qolgan joylarga kelishilgan holatda qilib bera olamiz. Xo'p.
Azizlar, Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'ying. Izohlaringizni kommentariyada yozib keting. Xo'p, ustakamiz nomerini pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol o'zlariga aloqaga chiqib, qolgan ma'lumotlarni o'zidan eshitishingiz mumkin.